Abbos aka Fayzullayev va Eldor aka Shomurodov bilan biz qanaqa qilib ko'rishdik hozir aytib beraman. Birinchi navbatda biz Sherzod aka Nasrullayev bilan bog'landik. Aynan Sherzod aka bizga juda katta yordam berdilar va Abbos aka Fayzullayev bizga kontaktlarini tashib berdilar. Sherzod akaga katta respekt va biz Istanbulga yo'l oldik. Istanbulga yetib kelganimizdan so'ng biz sirasi Abbos aka Fayzullayev bilan bog'landik va 7-fevral kuni ko'rishni tanladik. 6-fevral bo'lsa biz fake Benzema bilan ko'rishga ham urgurdik. Videoni shu joyda like bilan podpiska esingizdan chiqmasin. Keyin 7-fevral kuni biz asta-sekinlik bilan Bashakshahirga yo'l oldik. Bashakshahirgacha biz 3 ta transportda bordik. Paromda, avtobusda va metroda va nihoyat 4 soat deganda Bashakshahir stadionining oldiga keldik. Keyin bo'lsa biz Abbos aka tanishlarimizdan so'ng bizani Bashakshahir bazasiga olib kirib ketishdi va biz o'sha yerda Abbos aka bilan Eldor akani kutib o'tirdik. Va do'stlar, va nihoyat legendalar kelishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va Abbos aka kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Do'stlar, biz buni uddaladik va hozirgi paytda Turkiya ligasining eng zo'r futbolchilari bilan ko'rishdik. Sizlarga bu video yoqdi degan umiddaman. Shu sabab like bilan podpiskani ayamanglar va keyingi safar qaysi o'zbek futbolchi bilan ko'rishimizni xolislik kommentariy yozib qo'yinglar. Hammaga rahmat.